Salom do'stlar, bugungi videoda biz Steam'dagi eng zo'r top 10 ta bepul o'yinlar haqida gaplashamiz. Ba'zilari atigi 1 GB, ba'zilari esa yuzlab soatlik kontentga ega. Unda keling boshladik. 10-o'rinda Internet. Syujeti dunyoni zombi virus bosib ketgan, odamlarning ko'pi zombiga aylangan yoki tirik qolgan, omon qolish uchun kurashmoqda. Nima qilinadi? Bu o'yinda oziq-ovqat va suv topish kerak, qurol va o'q-dorilar yig'ish kerak, mashina topib xaritaga sayohat qilish mumkin, baza qurish mumkin, zombilar va boshqa o'yinchilardan himoyalanish kerak. Nega bu o'yinni o'ynash kerak? Kam hajmli va do'stlar bilan juda qiziqarli. 9-o'rin Brawl Halla. Bu o'yinimiz 1 GB bo'lib, syujeti afsonaviy janglar, bir-biri bilan kuch sinashadigan turnir. Nima qilinadi? Turli qahramonlar tanlash mumkin, qilich, bolta va boshqa qurollardan foydalanish, raqiblarni arenadan chiqarib yuborish, reytingli o'yinlardan qatnashish. Bu o'yinni nega o'ynash kerak desangiz, juda kichik hajm va kuchsiz kompyuterlarda ham ishlaydi. 8-o'rin War Thunder. Bu o'yinimiz 50 yoki 70 GB atrofida Ikkinchi jahon urush va zamonaviy harbiy texnikalar dunyosi. Bu o'yinda nima qilish kerak? Tanklarni boshqarish mumkin, samolyotlarga jang qilish mumkin, dengiz kemalarini boshqarish mumkin, yangi texnikalarni ochish mumkin. Bu o'yinni nega o'ynash kerak desangiz, grafika juda yaxshi va texnikalar soni juda ko'p. 7-o'rin World of Tank Blitz. Bu o'yinimiz 5 GB bo'lib, turli davlatni tanklari bilan o'rtasidagi jang. Bu o'yinda tanklarni sotib olish va yaxshilash, jamoaviy janglarda qatnashish, strategiya ishlatib g'alaba qozonish. Bu o'yinni nimaga o'ynash kerak desangiz, kam hajmli va tezkor janglar. 6-o'rinda Paths of Exile. Bu o'yinimiz 40 GB bo'lib, siz o'rgan qilingan qahramonsiz va xavfli dunyoda omon qolishingiz kerak. Bu o'yinda maxluqlar bilan jang qilishingiz, sehr va qurolni topish, qahramonni kuchaytirish, katta bosslarni yengish kerak. Bu o'yinni nega o'ynash kerak desangiz, ko'pchilik uni Diabloning bepul raqibi deb hisoblaydi. 5-o'rin Team Fortress 2. 30 GB bo'lib, ikki jamoa turli vazifalar uchun kurashadi. Bu o'yinda nima qilish kerak desangiz, 9 xil sinfdan birini tanlash, bayroq olib kelish yoki hududni egallash, jamoa bilan ishlash. Bu o'yinni nega o'ynash kerak desangiz, kulgili uslub va juda ko'p kontentlar. 4-o'rin Warframe. Bu o'yin 50 GB bo'lib, siz Tenno deb ataluvchi qadimiy jangchisiz va galaktikani himoya qilishingiz kerak. Bu o'yinda nima qilish kerak desangiz, kosmik missiyalarni bajarish, kuchli zirhlarni yig'ish, bosslarni yengish, ochiq dunyo hududlarini o'rganish. Bu o'yinni nega o'ynash kerak desangiz, bepul o'yinlar ichidagi eng ko'p kontentlardan biri. Va nihoyat top uchtaligimizga ham yetib keldik. 3-o'rin Delta Force. Bu o'yinimiz 60 yoki 80 GB atrofida maxsus harbiy bo'linma o'rtasidagi janglar. Bu o'yinda nima qilish kerak desangiz, katta xaritalar, jang qilish, transport vositalaridan foydalanish, vazifalarni bajarish. Bu o'yin nimaga o'ynashim kerak desangiz, Battlefield uslubidagi bepul o'yin. 2-o'rin Counter-Strike 2. 35-40 GB atrofida terrorchilar va maxsus kuchlar o'rtasidagi qarama-qarshilik. Bu o'yinda bomba qo'yish yoki zararsizlantirish, qurollar sotib olish, jamoa bilan strategiya tuzish.
Bu o'yinni nimaga o'ynash kerak desangiz, dunyoning eng mashhur FPS o'yinlaridan biri. Birinchi o'rin Dota 2 60 GB atrofida 2 kuch Radiant va Dire qadimiy kuchlar uchun kurashadi. Nima qilinadi bu o'yinda desangiz, 100 dan ortiq qahramonlardan birini tanlash, jamoa bilan o'ynash, raqibni bazasini yo'q qilish, turnirlarda qatnashishingiz mumkin. Bu o'yinni nimaga o'ynashim kerak desangiz, e-sport tarixidagi eng katta mukofot, jamg'armalarga ega o'yinlardan biri. Mana do'stlar, top 10 taligimiz ham o'z nihoyatiga yetdi. Bu videoga bitta like bosib qo'ysanglar, o'zimga bo'lgan motivatsiyam oshgan bo'lar edi va bu videoni 20 ta like bo'lganidan so'ng men ikkinchi qismini ham chiqaraman. Hammaga omad. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang.